Assalomu alaykum. Xo'p, bitta kichik tajribamni ulashmoqchi edim. U nima deydigan bo'lsa, yo'qlik bor ekan. Xo'p, hamma narsani ham oqibatlarini bilmasligimiz yaxshi bu. Juda yaxshi. Orqasida bu ish qilsam yoki bu ishga kirsam nima keladi degan narsani, chunki xo'p, bir oydan ortiq loyiha boshida va yangi loyihada va zapuskdaman. Kutganman buni ishtiyoq bilan, sabrsizlik bilan, xuddi kelin kuyov kelini kutgandek kutdim men buni. Keldi. O'sha 24 ga yetdi, ishlash boshlandi. Ba'zi kunlari 4 soat uxlagan kunlarim bo'ldi haftasida. Asli 8 soatdan kam uxlaydigan odam emasman. Oxirgi 3 yil ichida, chunki tanam shunaqa, kallam ishlamay qoladi. Lekin bir oy davomida har kun juda kam uxladim. Va ba'zi birlarga ham aytdim, meni qonim juda ham quyuq va soat shu 9 da chamasida burnimdan qon keldi meni. Qon suyulib qolgandan kelmadi yoki boshqadan emas. Menda tanamda bosim ko'tarilib ketdi. Ogohlantirish keldi menga. Hoy, oshirib olyapsan o'zini. Va aytdim. Va hozirgi holatda ham misol uchun juda haliga nima desa bo'ladi. Zo'r yurgani yo'q. Men ham ko'ngildan yurgani yo'q. Va ba'zi xodimlarga aytdim, agar men bu loyihani bunchalik qiyin bo'lishini bilganimda, bu loyihaga kirmagan bo'lasdim. Yaxshiyamki bunchalik qiyin bo'lishini bilmagandim. Chunki yo'l yarmida o'tib qo'ydik, alhamdulillah. Agar shunchalik qiyin bo'lishini bilganimda, balkim men boshlamagan bo'lardim. Shunga o'sha mashhur so'z, Po'lat Alandarning so'zlari balki boshqa odamnikidir. Bu kishini og'zida eshitganimiz uchun bizga ta'sir qilardir. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Shuning uchun yaxshi ish boshladingizmi, hech qachon oxirini o'ylamang va mashaqqatli bo'ladi va hech narsa bebadal kelmaydi, badalsiz bo'lmaydi. Misol uchun bu videoyim saqlanib qolar. Qachondir meni farzandlarim ko'rishi mumkindir, nabiralarim ko'rib, balki o'zim ko'rishim mumkindir. Hech narsa o'zidan-o'zi bo'lmayapti ham. Bundan buyog'i bo'lmaydi ham. Ayniqsa Mo'jizalar davlatida, mamlakatida. Yangi mamlakatga tushadi va aytadi, to'g'rimi? Bizning mamlakatda yurish uchun yurish kerak edi. Lekin bu yerda yurish uchun yugurish kerak ekan deydi. Yugurish boshlandi. Yurish uchun yugurishga to'g'ri keladi. Update har kun qilasiz. Update qilmadingizmi? Hozircha yaxshi. Yaxshi holatda update qilmadingizmi? Bir kun keladi, 3 yillik update'ni bir oyda qilishingiz to'g'ri keladi. Yoki bu update'ni qilib ola olasiz, yoki sinib ketasiz. Turgan joyingizdan ham juda pastga tushib ketib qolasiz. Shu. Hech narsa mehnatsiz, mashaqqatsiz kelmaydi. Ofisda o'tirib olib, boshqaruvchilik qiladigan, proyekt menejerlik qiladiganlar ishlab chiqarishda hech qachon boshliq bo'la olmaydi. Uni tushunmaysiz, hech qachon qilisha olmaydi buni. Boshliq ofisda bo'lmaydi. Boshliq 9 da kelmaydi. Boshliq ertalamda keladi va xodimni kutib oladi. Men ishga kech kelaman, men bu korxonada boshliq emasman. Men просто qanaqadir sovetnik bo'lishim mumkindir. Lekin boshliq kim? Ertalam ishxonaga kelib, ishchilarni kutib oladi. Shu boshliq. Va hamma narsani oxirini o'ylash bu yaxshi narsa emas. Yaxshilik yo'ldamizmi? Oxirini o'ylash kerak yo'q. Mashaqqat bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshilik uchunmi mashaqqat? Yaxshilik uchun. Asosiysi har kun uxlashdan oldin energiyamizni nol qilishimiz. Balki uxlamasdirmiz. Balki soat 3 gacha ham nol bo'lmasdir. Vaqtida uxlaydigan insonlar ham kerak bu jamiyat uchun. Ertalabgacha uxlamasdan shu 9 da turadigan insonlar ham kerak bu jamiyat uchun. Hammaning o'zining o'rni bor. Shu oxirini bilmaslik
Bu yaxshi. Shu har kuni o'lmaysiz, bir kun o'lasiz.